Yaqinqi yillardan buyon muhaciratdagi Uyg'urlarning ko'p qismi o'rtaq boshdan kechirayotgan bir qismat ularning vatanidagi urug' tuqqanlarining tutqun qilinishi, shuningdek bir qism kishilarning urug' tuqqanlari Xitoy hukumatining chegara halqagan zulmlarining qurboni sifatida g'ayri rasmiy shaklda go'ruga elinishi bo'lib kelmoqda. Muhacirat hayotidagi ko'p qism Uyg'urlarga tunishib bo'lgan bu xil ruhiy fojia Nuri Turkal imzosida 11 aprel kuni haftalik xabar gazetida tafsiliy sharhlandi. Amerika Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi komitetining raisi Nuri Turkal maqolasida o'z kechirmishlariga birlashtirgan holda o'tgan 20 yil mobaynida izchil o'zini qiynab kelgan bir qator ruhiy besimlarni sanab o'tadi. Nuri Turkalning o'zi uning Xitoy hukumatini javobgarlikqa tortish yo'lidagi komissarlik xizmati tufaylidan Xitoy hukumatining jazo e'lon qilishiga duch kelgan bo'lsa, uning ota-onasi Amerika tavasidagi farzandlarini va nevaralarini ko'rishdan mahrum qoldirilgan. Hatto 2022 yil aprelda dadasi vafot bo'lganda Nuri Turkalga Uyg'ur eliga berib dafn murosimiga qatnashish imkoniyati bo'lmagan. 20 yillik judolikdan keyin onasi bilan Amerika tavasida jam bo'lishga shuncha tirishgan bo'lsa-mu, onasiga pasport berilmaganlikdan bu orzusimi amalga oshmagan. Onasi bu vaqtda xiyolan farzandlarim bilan shuncha yil judo bo'lgandek nima gunoh qildim? Gunohim Nurini bu dunyoga elib kelganim va uning onasi bo'lganligimmi? Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, 20 yil buningga yetmamdi deb savol qo'ysimi, buningga javob topilmagan. Bu ishlarga Amerika hukumati tavasidagi bir qism yuqori darajalik amaldorlar aralashib baqqan bo'lsa-mu, yo o'zi bora olmaslik, yo ular kelolmaslikdek mushkulotda natija chiqmagan. Nuri Turkal mushu ishlarni umumlashtirib, muhaciratdagi Uyg'urlarning ko'p qismi dal mushu xil ruhiy fojianing azobini tortmoqda. Amerika puhroligini elib Amerika hukumatining yuqori darajalik ma'muriy amaldori bo'lgan mening holim bu bo'lsa, minglagan boshqa Uyg'urning holi qandoq bo'lmoqchidi deb savol qo'ydi. Nuri Turkalning qarashicha, Amerika hukumati izchil davom qildirib kelgan diplomatiya shaklida aralashishdak og'zaki masala hal qilish chorasi Xitoyga oqmaydi. Xitoy hukumati o'zlarining bu jihatdagi qilmishlari uchun tegishli jazoga uchramasa, ular yanada bilginini qilaverdi. Buning uchun Amerika hukumati Xitoy zulmidan qaytib chiqqan Uyg'urlarni kallashtirish va ularning haqiqiy bexatarligiga kepillik qilishni oldin o'ylash bilan birga mushu xildagi ruhiy fojianing dardini tortayotgan Uyg'urlar masalasiga bevosita qo'l tiqishi, bu jihatda texmi ko'p aktiv harakatlarni vujudga chiqarishi, shu orqali Xitoy hukumatiga kuchli bir ogohlantirish yo'llashi navbatdagi eng muhim choralardan hisoblanadi.